Assalomu alaykum aziz marketing mijozlari. Ko'rishlaringiz mumkin. 3 ta komplektchamizni 3 ta viloyatga dostavka qilib yetkazib beramiz. Xudo xolasa, komplektlarni ko'rsatsam, bu komplektimiz 12 voltga ishlaydigan dizelli nasos bilan jihozlangan 1070 talik дополнительный filtrlar bilan qilib berganmiz. Komplektiga o'sha avtomat original pistolet, shlanglari, muftalari hammasi komplektiga bo'ladi. Ikkinchi komplektimizga keladigan bo'lsak, bunga filtr komplektiga o'zi bo'lmaydi. Klientimizga filtr kerak emas ekan, o'zlariga bor ekan. 5 filtr komplekt qilib berganmiz. Buni ham xuddi komplekti, shu bilan bir xil. Ikkalasi bir xil komplektatsiya, 12 voltga ishlaydigan nasos. Uchinchisi 220 voltga ishlaydi. Обновленный kalla bilan kelgan. Qo'yish ko'rishlaringiz mumkin, дополнительный filtr bilan qilib berganmiz. Avtomat pistoletimiz yaxshisidan. Undan tashqari ikkita dixatinli klapanlarni ham qilib berganmiz. Kirish qo'ldagi shlanglari hammasi standart, chiqish qo'ldagi shlanglari ham standart qilib berilgan. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqarasizlar. Xohlagan turlaringizdan bor, xudo xolasa.